sekin so'raymiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Adilbar kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bunday qo'yish qo'zlariga Hasanboy ukamiz chiroyli qilib qo'ylar haqiqiy zo'rdan kelibdi. Hasanboy, qo'ylar qayerdan keldi? Assalomu alaykum, Adilbar keldingizmi? Bugun Adilbar kanalingizda yangi chiqaman. Birinchi chiqishim Adilbar kanalingizda. Qo'yda haqiqiy zo'rlarini papalarni chiqarib beraman, qo'chqor. Narxlar qanday bo'ladi bugun? Narxlarni yerga sindirib tashlayman Adilbar. Sinadi narxi. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hoji aka, bittadan like bosib qo'ying, narxini chiroyli qilib o'tib beraman oxirida. Eshitilan obunachilar. Xudo xolsa men qo'ydi qarang mana. Hamma yo'q kelishgan, tikkan umidga bachka narsa yo'q. Xudo xolsa bo'ladigan narsalar keldi. Bo'ldilar ketdi-ya. Mana qo'ydi, uzunligini qarang obunachilar. Bittadan like bosib turing, mana shu yangi chiqayotgan kanalimizda Xudo xolsa narxlarni qulay qilib beradilar. Buni bo'ylar qanaqa Hasanboy? Nechta Hasanboy deydi? Soni 20 don adi. Bari qo'chqor variant. Bari qo'chqor-a? Bo'ylari nechi? Bo'ladigan aytadi, mana liniya, mana zot deydi-yu. Hammasini o'ziga mujassam qilib qo'ygan variantida yetib keldi Adilbar. 20 don ozgina asosida birdan obunachizga. Hop, bo'ylarni aytib o'tgancha Hasanboy. Bo'ylarini 80 dan 85 ta olishadi. 90ligi ham bor Adilbar. 90 ham bor. 85 ta oyoq o'zidan foydasi. Bonus-a? Bonus. Dastakasi nima? Dastakasi Adilbar O'zbekiston bo'ylab uy bo'lib qolsa bo'ldi. Yer shahardan chiqib qolmasa xabar beriladi. O'ylanmay aloqaga chiqish olsin. O'zbekiston bo'ylab dastakasini qilib beriladi. Eshitilan obunachilar. Samarqandliklar uyi bo'lsa bo'ldi. Ketar ekan dastakasi. Xudo xolsa kelishtirib, narxlarni ham qulay qo'yadi. Telefon qilsalar bo'ldi. Telefon qilsa bo'ldi, ishlarni bitirib beradi. Adilbar bitta meni yomon odatim bor-da. Telefon qilib odamni ishini bitirib beraman. Ishini bitirmay qo'ymayman. Hop, kichkina qo'zlari ham bormi buni? Yo, faqat katta qo'shgan keladimi? Bunga bir partiya chiqadi. Bunga bir partiya. Qachon ko'rishsa telefon qilasiz. Videoni qachon ko'rishsa telefon qilasiz. Alyo deyshadi. Liboy qo'y, qanaq qo'y so'rashsa chiqarib beramiz. Inshaalloh. Qo'y uzilib qolmaydi, mana shu qo'ramiz. Eshitilan obunachilar. Filialimiz bor, barimiz. 3 ta qo'ralari bor ekan. Ayda murojaat qilaman. Bemalol qo'y turidan bor, bayda Videoni qachon ko'rishsa ham aloqaga chiqish olsin, o'ylanmasdan. Videoni qachon ko'rib, bitta like bosib qo'yib, mana shu yosh ukamizda qo'llab o'tab tursalar, narxlarni ham qulay qilib, bugun qo'ylar zo'rdan ketdilar. Solo deganga soliq, Solo deganga soliq, qo'chqor deganga qo'chqor, barra deganga qo'zi ham chiqadi. Barra qo'zlarni ham chiqarib beramiz. Telefon qilsa bo'ldi. O'ylanmasdan aloqaga chiqish olsin. Buni qo'ylarni mana o'zimiz xolis ko'ryapmiz, Instagramda dollar aytyapti, mana qo'ylarni chiqarib olib. Voy mashalloh. O'zimga ham kuchim yetmayapti. Qo'ydi qarang. Mashq qo'ydi qarang. Mashq qo'ydi chiqaradigan bo'lsak, men o'zi mashq qo'ydi o'zini chiqaradigan bo'lsam, junni ko'ryapsiz, sim jun, oq yuz, tikka dumba, quloqlari ham o'ziga yarasha variantda. Mashq qo'ydi chiqaradigan bo'lsak, 1,5 ming dollar desak ham, meni ko'rsating-da. 1,5 ming dollar desak ham mashq qo'ydi olishadi. Biz 1,5 million demaymiz. Mashq qo'ylar bilan bitta narx aytamiz, ketaveradi. Albatta. Qo'ydi qarang. Qo'zi ham bular, Hasanboy. Hali qo'zi bor, 10-11 oylik variant ekan. Eshitilan obunachilar, 10-11 oylik. Eng kattasi o'rnakli bo'lishi mumkin. Eng kattasi o'rnakli. Mo'naqlari 90, mo'naqlari 80 bo'lib, 85 bo'ladi. Sariq qo'ydi, o'sha maqtayadi deyshadi. Mana qo'ychi. Metr yetmaydigan. Ko'rib turibsizmi? Uzunligini ko'ryapsizmi? Ketdi-yu, hamma yo'q. Mana qarang. Uzunligini ko'ryapsizmi qo'ydi? Qo'zimda kutishini ko'rsatmoqchi. Bu qo'zat bor, ishonmayapsizmi? Mana. Ko'rdingizmi? Qo'ydi qo'ylarim. Qo'zi uzunligini qarang Adilbar. Bo'ladigan narsa-da. Bo'lgan narsalar haqiqiy zo'rlarni yetib ketdi. Qaysi qo'ydi olsadi endi Adilbar? Eshitlar. Xudo xolsa endi buni chiliqim narxini aytmoqchi Hasanboy. Narxini bitta aytaman, bo'ladigan qilib aytaman. Kel. 6 million 500 ming so'mdan tasavvur qilib beraman. Yo'q, endi onachilarga bugun yangi siz chiroyli qilib o'tib bermoqchi. Yana o'tay. O'ting. 6 million 200 ming so'mdan tasavvur qilib beraman. Yo'q, endi men sizga chiroyli qilib qo'llab-quvvatlashtiradi. Bitta qo'yga 3 ming so'mdan o'tganda 20 ta qo'yga qancha o'taman, bilasizmi? 6 million so'm o'tyapman, to'g'rimi? 6 million 200 ming so'mdan tasavvur qilib beraman, O'zbekiston bilan ketaveradi. So'raman boshqa omachilardan so'ramaydi. Bitta aytaman. Omachilar hammasi bir yerga 6 milliondan ketdimi? Yo'q, 6 milliondan bo'lmaydi. Qo'ylarni ko'rib turibman, yaxshi, zo'r. Qo'y qayda chiqarish? Endi men incha chiqarmayman, qo'ylar Xudo xolsa endi o'rgatyapmiz kanal Xudo xolsa. Barra chiqaryapsiz, kichkina qo'y chiqaryapsiz, to'g'rimi? Hali bunaqa qo'y kanalda chiqqan yo'q. Birinchisi bo'lyapti, Adilbar. Mashalloh. Gapingiz ham to'g'ri Hasanboy. Endi qo'yim katta, zo'r deb endi sizdan narx katta ko'taraverman.
6 million so'mdan otanga rahmat kommentariy yozishadi. 6 million so'mdan ketaveradi. Ketdimi? Xursandmisiz? Omonatchangiz xursandmi? Bo'ldi. Bor barakani. Eshitdilar omonachilar. 6 milliondan bir yerga ko'taradi, bir kishini qo'yadi. Bir qora mazza qilib baqadaganni 1 yil baqin xo'ja aka mana qo'yadi dollarda ko'tarasiz. Bitta. Bu qo'y qurban hayitgacha vaqtda sotishsa normal bo'yda qilishadi. Eshitdilar omonachilar. Bugungi syomkamiz tugadi. Bittadan like bosing omonachilar.